2026 yil 18-mart sanasida Oltiariqdagi bog'imizni chiroyli qilib tugatdik. Ekish jarayonlari yakunlandi. Shu holatda chiroyli qilib ekib berdik. Akamiz juda xursand. Ishlarimizni sifatli qilib berdi akamizga. Xudo xolasa bizda mevali ko'chatlar va ekib berish xizmatlari bor. Kimga shunaqa sifatli ko'chatlar va sifatli ekib berish xizmatlari kerak bo'lsa, pastga nomer qo'yamiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Ko'chatlarimiz sortlari, sifatlari juda a'lo darajada. Akamizga mana shu kilosidan 1750 dona ketdi, adashmasam joyiga chiroyli qilib ekib berdik. Ko'chatlarimiz sveji, yangi ko'chirilgan, sifati, sortiga garantiya bor, kafolat bor. O'zimiz tayyorlagan ko'chatlar bular. Akamizga shu gilosimizdan boqib berdik. Xudo xolasa bog'imiz chiroyli, zo'r bo'lsin, manfaatli, foydali bo'lsin ilohim. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.